15% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha mana shu ko'rib turgan 3 ta avtomobilingizni xarid qilishingiz mumkin. Aziz obunachilar, endilikda inomarka minayotgan vaqt keldi. JMni unutsangiz ham bo'ladi. Mana inomarkalarni zo'rini eng oldingisini sizlarga terib qo'yibman. Bugungi obzorimizda Cherry narxlar bo'ladi. Barchalaringizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sherzodbek Uz. Bugun Samarqand shahar Cho'pon ota 50 da joylashgan Cherry Ademaster avtosalonidan obzorda yoraveramiz. Aziz obunachilar, sizlarga propan gaz sovg'asini ham olib qo'yganman. Mana shu oyda oxirgacha Cherry xarid qilgan mijozlarimizga propan gaz qo'shib beriladi. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Barcha ma'lumotlarni aytib o'tganman. Rassrochkani ham, avtokreditni ham va o'ziz minib yurgan mashinangizda markasidan, modeldan qat'iy nazar Spark bo'ladimi, Cobalt bo'ladimi, olib kelsalaringiz ular xarid qilishadi va sizga yangi Cherry qilib berishadi. Tayyormisizlar? Biz videoni boshladik. Xo'p, mana aziz obunachilarim, bismillahirrohmanirrohim deb sizlar uchun video obzorimizni boshladik. Do'stlar, bugun sizlarga Cherry narxlar bilan tanishtirib o'taman. Aslan sizlarga crossover, kattaroq bahaybat mashinalar ko'rsatib o'taman do'stlar. Juda zo'r yangiliklar ketyapti. Mashina xarid qilsangiz, bepulga propan gaz ham sovg'asiga ustanovkasiga kirib ketadi ichida do'stlar. Xo'p, hozir menejer akamiz bilan savol-javob qilib, barcha yangiliklarni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Tanishinglar, Olimxon akamiz Cherry menejeri bo'ladilar. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum Sherzod aka. Xush kelibsiz aka. Yaxshimisiz? Allohga shukr. Obunachilarim uchun, podpischilarim uchun nima yangiliklar, nima qulayliklar, nima sovg'alar qilib berasiz? Aka, har doimgidek bu Cherry Cho'ponotda siz ishongan avtosalon bo'ladi aka. Juda ham qulay usullarda hozir rassrochka ochilyapti aka. Imенно Tiggo 8 Pro mashinaga qiziqqan akalarimizga aka 40% bosh to'lov bilan 5 yilga absolyutno foizlarsiz aka chiqarib beryapmiz. 8 Pro mashinalarimizda oylik to'lov va bosh to'lovi qanchadan bo'lyapti? Aka 8 Pro mashinalarimizga hozirda 40% bosh to'lov 167 million bosh to'lovingiz bilan 5 yilga foizsiz aka 3,5 milliondan oylik to'lovingiz chiqadi aka. Mashinaning tannarxi qancha aka? 418 million so'm mashinamiz aka. 418 millionlik mashinaga 3,5 milliondan oylik to'lov qilib beramizmi? Albatta aka. Muddat qancha? 5 yilga 60 oy befoiz. Gap yo'q. Mana shu mashina do'stlar, bu o'zi sotilibdi, bron qilinibdi. Xo'p, sovg'alar haqida ma'lumot berib o'ting aka. Keling aka, hozirda bizlarda Cherry avtosalonimizda sovg'alarimiz ushbu mashinamizga aka gaz propani sovg'a, undan tashqari narxlari hozirda 270 million so'm bo'lyapti aka. 40% bosh to'lov bilan 36 oyga muddatli to'lovga chiqarib beramiz. Befoiz aka, shoshilib qolsalaringiz bo'ladi. Avgust oyining oxirigacha aka. Buni narxi tushdimi ariza oldini? Xuddi shunday aka, bilgan mijozlarimiz bo'ladi. Hozirda buni narxi 270 million so'm ham rassrochkaga chiqarib beramiz skitka bilan aka. Xo'p, aka, oldin narxi qancha bo'lgan? 280 million so'm edi aka narxi. 10 million, ya'ni narxi tushdi. Ham rassrochkaga qilib beramiz. Xo'p, propan sovg'asi bormi bunda? Bor aka, propan ustanovkalari bor. Xo'p, 3-pozitsiya ekan aziz obunachilar. Ariza 6 Proga ham propan gaz ustanovkalari bor ekan. Obunachilarimga bugun aka videoning boshida aytib o'tdim, crossoverlar haqida ma'lumot beray. Har doim crossoverlarni kam ko'rsatardim. Mana bugun do'stlar sizlarga 3 ta crossover haqida ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi Cherry Tiggo 7 Prodan boshlasak. Xuddi shunday Sherzod aka. 7 premium mashinamiz nafaqat Arizoga 7 premium mashinamizga hozirda gaz ustanovkasi bepul qilib berilyapti aka. Ulgurib qolgan mashinaga. Bu ko'rib turganingizdek 1,5 turbinali mashina, panoramli kirishda bo'ladi aka. Bunga ham akajon 40% bosh to'lovlaringiz bilan 36 oygacha befoizga chiqarib bera olamiz. Xohlasangiz aka naqd pulga oladigan bo'lsangiz, sizga bunga yana 25 million chegirma ham qilib beramiz aka. Xo'p, salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Keling, salonlarni bir ko'ringlar aziz obunachilar mana. Podsvetkalari bor ekan. Bularni qaranglar, qanday chiroyli karbonviy qilib dizaynda qilingan rechaklari. Pamit sideniyalarimiz aka. Pamit sideniyalari ham bor. Ichki holati kattagina va tablosi bilan monitori splashno qo'shilib ketilgan. Sideniyasi полностью to'laqonli charmli bo'ladi, kojniy bo'ladi va upravleniyasi elektronniy. Yana nima? Orqa redlarni ham ko'rsatib o'tsak. Xo'p, mana orqalarida ham akustikalari chiroyli qilingan. Ko'rib turibsizlar, deflektorlari mavjud va sideniya abagireflari ham mavjud.
Xo'p, aka, shu Cherry 7 Tiggo 7 ni premium varianti bo'ladi. Aha. Tiggo 7 ni faqat premiumgami yoki barcha Tiggo 7 larga? Yo'q, faqat Tiggo 7 premium mashinamizga gaz uстановкасы bepul bonus sifatida qilib beramiz aka, avgust oyining oxirigacha. Xo'p, buni narxi o'zi qanchadan? Bu mashinamiz aka 345 million so'm narxi bo'ladi. 345 million so'm. Ha. Rassrochkaga qancha eng kam minimalniy boshlanish to'lovi foizda qancha bo'ladi? 15% bosh to'lov bilan aka olib chiqib ketishingiz mumkin. 15 oygacha befoiz xarid qilishingiz mumkin yoki 60 oygacha limitli kreditda xarid qilishingiz ham mumkin aka. Ha, demak, Shunday. 15% ni bersak, rassrochkaga 15 oyga chiqadi. Shunday. Men tushunishim bo'yicha qancha ko'p boshiga foiz bersa, o'shancha ko'tarilib ketaveradi. Oylik Xuddi shunday aka. muddati. 60% bosh to'lov bersangiz aka 60 oygacha befoiz chiqarib beramiz ushbu mashinalarimizda aka. Undan tashqari naqd pul yoki kreditda standartli kreditga xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga aka 25%, 25 million so'm chegirma qilib beramiz mashinadan. Ya'ni mashina narxi 320 million so'm bo'ladi aka. Bitta savol bersam maylimi aka? 60% ni bersak, 5 yilga muddatli to'lovga, ya'ni rassrochkaga xarid qilsak, bizda ko'proq pul tushib qolsa, 1,5 yilda ichida 5 yillik to'lovni yopib yuborsak, qanday bo'ladi bu yeri? Aka, endi siz buni foizsiz muddatga xarid qilganingizdan so'ng aka, xohlang olib ertaga yoping, xohlang olib 5 yil davomida yopsangiz ham bo'laveradi aka. Sizga qanday qulay bo'lsa, shu holatda to'lovlarni qilib bo'lishingiz qo'shilmaydi mumkin. Yo'q, foiz umuman mashinaga qo'shilmaydi aka. O'zi narxini bo'lib to'laydi. Shunday. Xo'p. Yana qaysi mashinalardan ko'rsatamiz? Mana aka, buchi. meni bitta ikkita mijozlarim borda, Tiggo 9 ga rassrochka ochilsa kelaman degan akalarimiz borda. Akalar, Tiggo 9 ga hozir siz 50% bosh to'lov qilsangiz aka 5 yil muddatga befoiz chiqarib beramiz. Mana bu ushbu Tiggo 9 ni benzinli varianti aka, 2 turbinali bo'ladi aka. Kelingizlar endi 5 yillik rassrochka ochilsa kelamiz degan mijozlarimizga akajon. 50% bosh to'lov, 5 yilga absolyutno foizsiz chiqarib beramiz hozirda Tiggo 9 mashinamizni aka. Gapi yo'q aka, mana buni yangilik desa bo'ladi. 50% mashinani yarim pulini bersak, qolgan yarim pulini 5 yilga. Xo'p, mashinani hozir aka yangi qonun chiqdi prezidentimiz tomonidan. Oylik to'lovi, rassrochka, mashinani tannarxi aytishimiz kerak. Xalqimizga to'g'ri ma'lumotlar berib o'tishimiz kerak. Prezidentimiz yangi qarori. Qarang aka, 50% ni bersak, bizga qancha muddatga rassrochka chiqadi? 5 yil muddatga befoiz rassrochkaga chiqib keladi. Mashinamizning tannarxi aka 550 million so'm. Ushbu benzinli varianti. 550 million so'mni 5 yilga bo'lib to'laydi. Xuddi shunday. Yarmini bergandan keyin qolgan yarmini. Shunday, qolgan 50% qoldiq summangizni 5 yilga befoiz bo'lib to'laysiz aka. Ana, mana shu to'g'ri ma'lumot berib o'tsak, hamma bizdan rozi bo'ladi. Xo'p, endi aka mashina haqida ma'lumot berib o'taylik. Bu hozir Cherry Tiggo 9. Yangi mashinamiz hisoblanadi aka. Bu mashinamiz 2 turbinali bo'ladi aka, 4 ta balon tortadi mashinamizda aka. Polnisi endi bunda 360 kamera, polni salon abagrev, abduf, barcha funksiyalaringiz bor aka. Aka, hozir siz Tiggo 9 ga aytib o'tdingizmi yo gibrid variantigami? Yo'q aka, hozirda 50% bosh to'lov bilan 5 yilga faqatgina benzinlik variantimizni xarid qilsangiz bo'ladi aka. Gibridimizda bosh to'lovlar qo'ng'iroq qilsangiz, batafsil ma'lumot berib o'tamiz, unda ozroq boshqacha to'lovlar bo'ladi aka. Yangiliklar kutyapmiz lekin. Nasib bo'lsa, keyingisi aka, mana hozir xalqimiz 5 ni ekan. Sevgan Tiggo 8 gibrid mashinamiz aka. Bu mashinamizda hozirda narxi 425 million aka. Agar 50% bosh to'lov bilan 36 oygacha absolyutni befoiz xarid qilsangiz bo'ladi aka bu mashinamizni ham. Bu mashinamiz aka, ko'rib turganingizdek, gibrid 1200 km harakatlanib beradi aka bu mashinamiz. Bunda ikkita generatordan iborat bo'ladi. Korobkalarimiz qiziqadigan akalarimizga aka, transmissiya korobka hisoblanadi bu mashinamiz. Ham gibrid tokdan aka, ham korobkangizga, ham balon tortishingizgacha ham javob beradi aka. Ichlarini bir ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Ruchkalari. Marhamat. Cherry Tiggo 8 gibrid. Akajon, mana bunda abagrev, abduf, head-up display aka, head-up displeylargacha mavjud. Голосовой управление aka. Говорите, пожалуйста. Ko'rib turganingizdek, холодильник, охлаждающий кондиционер sistema deb ataladi aka. Холодильникlarimiz, беспроводной зарядник. Ana bu rushniklarni aytmaysizmi aka? Ana bu yerga qo'yib qo'yilganini aka. Ana skoroslaringizni. Bitta o'zim fikrimni aytib o'tay, aziz obunachilar, buni qaranglar. Oldida ham atamankasi, вообще biznes klass ekan. Buni rangini qarang, qanaqa, vay. Sifat ekan.
koja bilan latta birga qilinganga o'xshagan ekan. Qo'lim sirpanmayapti-da, koja bo'lsa sirpanadi. Zamusha aka bu. shunday. Zamush ekan va podsetkalarini qaranglar. Menimcha buni o'zini xohishiga qarab o'zgartirsang bo'ladi. 21 xil dizaynda o'zgaradi aka. Gap yo'q. Obshipka holatlari, yumshoq kojinli manbalari taxta simon qilib ishlangan. Shunday. Ruchkalari hozirgi kundagi zamon talabidagi eng oxirgi rusumdagi texnologiyalar bo'yicha. Tomlari panorama va orqasida podlokotniklari ham mavjud. Mana. Orqasida abagrefi bor va undan tashqari deflektor ikkita turibdi. Maza qilib 7 kishilik mashina hisoblanadi Sherzod aka. o'ylab ekanda. Shunday. Musiqaga qiziquvchi akalarimizga aka, original Sony akustika, undan tashqari buni o'zini qo'shimcha subwooferlari bor aka. Mana ko'rib turganingizdek, mana bunda 7 kishilik mashina hisoblanadi aka. Mana bu 7-o'rinda hisoblanadi aka mashinamiz. Ha. Orqada ham sovutgich deflektorlari, podstakanchiklaringiz, hamma narsangiz mavjud. Mana bu aytib o'tganimdek qo'shimcha subwooferlari bo'ladi aka mashinamizda. Xo'p, endi mashinani do'stlar qaranglar. Cherry Tiggo 8 gibrid varianti bo'lib turibdi hozirgi kunda. Naqdga olsak qancha, rassosga olsak qancha va necha foizini beraylik va qancha muddatgacha aka? Aka qisqaroq muddat ma'lumot berib o'tamiz mijozlarimiz uchun aka. Hozirda o'rtacha 50% bosh to'lov bilan 36 oygacha xarid qilishingiz mumkin yoki 15% bosh to'lov bilan 15 oygacha xarid qilishingiz mumkin befoiz aka. Ya'ni yoki 15% bosh to'lov bilan aka 5 yilgacha limitli kreditga xarid ham qilishingiz mumkin. Bu yog'i bosh to'lovingizga qarab grafiklaringiz o'zgarib boraveradi aka. Hozirda bu mashinamizni naqd pulga xarid qiladigan bo'lsangiz 395 million so'm bo'ladi narxi aka. Bizlarda nafaqat kredit naqd pul, bizlarda kredit, rassrochka, lizing, naqd pul, pul ko'chirma barcha yo'llar bilan olishingiz, xarid qilishingiz mumkin mashinlarimiz aka. Undan tashqari ham bor, ha, undan tashqari aka, bizlarda trading xizmatlari, eskrov mashinangiz bo'lsa, olib kelsangiz aka, bizlar olib qolamiz va almashtirib beramiz. Undan tashqari bu mashinaga hozirda necha yil garantiya berilyapti deysizlar aka? Gibrid mashinalarimizga 8 yil batareykamizga 7 yil mashinamizni o'ziga garantiya beryapmiz. 5 yil emasmidi? Yo'q akajon, bularga hozir 7 yil bo'lgan. Mana bu yerda Cherry servis xizmatimiz aka, Samarqand Cho'ponotda barchangizni kutib qoladi aka. Bundan tashqari bunga mashinani o'ziga 7 yil 200 ming kilometr aka, 150 emas, 200 ming kilometr garantiya beryapmiz mashinamizga. Gap yo'q. Garantiyalardan mana zo'r bo'lyapti. Mashina o'zi ham rangi ham do'stlar, qora desangiz qora, oq desangiz oq va mana bunaqangi ajralib turayotgan ranglari ham mavjud. Diskalarni ham qaranglar. Juda chiroyli. Cherry ham juda o'sib ketyapti. Kundan kunga yangi tizimlar, yangi texnologiyalar, yangi avtosalonlar tomonidan yangicha qulayliklar ham berilyapti. 15% ni berib olmasangiz bo'ladi. 30%, 50% puliga yarasha qilib beramiz, ha, aka, nasib bo'lsa. Va meni yurgan mashina ham olib kelsa, misol uchun Sparkmi, Cobaltmi, Gentrami olib qolaveramiz aka, farqi yo'q. Bosh to'lovga hisoblab olib qolaveramiz aka. Trading xizmatlarimiz mavjud. Xo'p, mana Cherry Tiggo 8, Tiggo 7, Tiggo 9 va Arizo 6 lar barchasi avtosalonda mavjud. Ertalab kelib, kech bo'lguncha mashina bilan chiqib ketadi, aka. Albatta. Bir kunning ichida, bir ish kunida ishlaringizni hal qilib beramiz barchasini. Yaxshi, trading xizmatlari ham bor. Shunday. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzilimiz Samarqand shahar Cho'ponotda 50A do'stlar, aziz obunachilar. Quyidagi nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.